Cünadaş. Ya. Bak. Hey adaş hey. Bizning bu şu Uyg'ur karxanchilarimizning ko'z tegmasin juma. Qanday deysa? Ko'rdingmi? Hayvat bilan qad ko'tarib turgan 30 qavat binoni. Buni Ha, ko'rdim. haliqi karxanchimiz sotdi. Osh binoni yoqib kalvasitmi? Ma kalvani qara. Yo'q, kalva emas. Men davatgan yoqib kalvaning dal yuzi shu. Men tanıyman ne? Adaş, o adam kalva olsa unchola pulni nereden topgandi? Fakat sığmagan laqamkan bu. Hey dostum, bu laqamni farishta qo'ydi degan gap bor. Ha. O'sha yoqib kalva bor-ku? Ha. Mo'shu sepi o'zidan qismi jismiga loyiq kalva bilimsiz qari qo'saq nimaga deyman. Adaş uncholarni deb ketmamdi. O adam qanday bilimsiz? Tarixni bilmaydi. Ha. Tarixni bilmasa pul tepishni biladi ekan-ku. Hey, tarixni bilmay pul topgandan keyin bizning kelgishimiz uchun men foydasi bor. Hech qanday foydasi yo'q sana deb qo'yay. Voy adaş, maqara. Endi hammamizning tarixchi bo'lib olishimizning hojati yo'q. Ba'zilar tarixni bilsin, ba'zilar hisobni bilsin, yana ba'zilar tijoratni bilsin, yana ba'zilar mo'zdozlikni bilsin. Ishqilib nimani bilsa, biradin kasbni mukammal bilib, o'zining tirikchiligini qilsa bo'lmadimi? Hey. Ma gapni boshqadan desa, mayli. Sen mening og'inam turib, manda gapni qilsan bo'lmaydi deyman. Hey, og'ina. Nimishqa? Ma dunyoda eng muhimi bilim. Ha. Андaq so'digalik qilib, mozdozlik qilib, qashqaznavaylik qilib, dehqonchilik qilib pul tepib, ma dunyo taraqqiyoti yetishga olmaydi. Adash, ma bilim bo'lish kerak, pul olmasa bilim odamda. Seningcha, mush bilim degan nima? Bilim degan ilmdir. Ha, ilmdir. Ilm degan bilimdir. Bilim bulagi kitapdır. Kitap okumagan adam ahlak hisobdir deydigan. Manda gap bor nerede? Pul topshirib bo'lmaydi. Adash, manda gap bor bu yerda. Maqara, meningcha o. Har bir odam halol biror kasbni mukammal o'rganib, o'zining jinini baqolasa, o'zining turmushining huddidan chiqolsa, men u odamni bilimli deb qarayman. Aksicha kech kunduz kitobni qo'ldan tushamay, o'zining jinini baqolmaydigan odamni bilimsiz desak bo'ladi. Sen bu tavakkalde. Hey. Manda gapni kichima, sattirdi. Bilim bo'lmasa bo'lmaydi, jambaqsili bo'lmaydi. Sen biz bu dunyoda yegini ishkini kelganma? Unda qilsan bo'lmaydi deymisan, bu yoqib qalvani to'la dağlab ketmasan. Voy maqara, sen uni unda qara qo'saq bunda bilimsiz deysa, bo'pti. Sening zodi qanchalik biliming bor bu? Anlab qamsa bilmem ne? Bir ta'lim bagina adash. Kuzarga chiqib qo'yay dolapda. Sen shu insoniyatning qachon paydoligini bilasan? Bilmayman. Bilmaysan. İnsaniyet paydoligini bu yil dal 72 ming yil bo'ldi sana deb qo'yay. Manda ish bo'lmadi. 72 ming yil bo'ldi. Mahmud tunamsa? Qaysi Mahmud o? Mahmud Qashqariyni. Nima? Mahmud Qashqariy tunamsa? Yo'q, men tug'ilganda uzoq o'lib ketibdi. Nima deydi? O sen tug'ilgan vaqtda gap emas. U odamning tug'ilganda o'lgani necha yil bo'lgan odam bu? Xan sulolasi yashagan, unda tarix yozadigan odam bu, kitob yozadigan. Mondaqda. Shuningga necha yillar bo'lganda? Mushu Sungjinshan apandi Xan sulolasini mushu 1912-yilmi, 13-yil og'diribdi-da. Mana mushuni hisoblasak yesh chiqdi. Mahmud Qashqariy. Sunjungsan apandi Xan sulolasi emas, Chin sulolasini og'dirib o'tgan. Voy jon, bu Xan sulolasi, Chin sulolasiga hammasi bir sulola o'xshash gap bu. Mening bilishimcha bor-ku, Mahmud Qashqariy 11-asrda o'tgan Farg'onilar davrida yashagan tilshunos olim. Bu tarixni sen bilamsan, men bilamdim. Sen biladi ekansan. U sen davatgan tilshunos olim. Uning ismi O'g'izxon deysan.
Ey, o Oğuzhan degenin o kadimki davrdagi Hollarning podshohi emasmi? Mana bu deb yurganda, o emas o degan mava satachi Aman Saxinimning iri o Oğuzhan. Olay sharimdan. Og'ziga kelgan so'zlarni qilaman. Bu qamchimas Ammani Saxinning iri degan Abdurashid Xon. Vay bichare, sendek adamlardan qandamı terakki qilamiz. Ey, o Abdurishidxon degan, yakin san'at o'ynakning qiziqchi artistini Abdurishidxon deysan. Mana bu deb yurganda, mo'shunda kalva turib da ham og'zimni qo'shiq chalasa emas men kalvaning do'sti. Tova. To'g'ri demasan bo'lmaydi. Men bunda tarixni so'zlatmasam, bunda hayvondek yashaganingga ishni bilmay, to'g'ri qilsang deb qo'yay. Mama. Sana deb qo'yay. Ha. Musho 72 ming yilning oldidagi insoniyatning nima ish qilganligini bilasan. Bilmayman. Bilmaysan? Shoxdan shoq saklab yuradigan maymun o'tqichimi biz? 72 ming yil oldin, ha. Demak, sen taqa odamga o'zgir qilmoqsan-da? Mana bu gap. Ya. Mana bu gap. Chaqchaq qo'ydim, chaqchaq adash. Manda chaqchaqni qilma adash. Bilim bilan bu chaqchaq chiqolmaydi o'sha deb qo'yay. Rossiya. Men Rossiyalik yozuvchi Eynshteyn chaqchaqdan chaqchaq chiqadi deganman, sana deb qo'yay. Chaqchaq chiqib qolmasa yana, arimizda. Voy, ma'qul. Ne deydim ben? Seçilme adaş, seçilme. Hapama çakçak qilib qo'ydim. Sen degan Eynshteyn Rossiyalik emas adaş. O Amerikada yaşayan Yahudi. O yozuvchi emas, o fizika olimi. Ey, kapakbaş, o fizik alim degan o Washington Lincoln o. Estağfurullah. Ha. O Lincoln, Washington deganing Amerikaning burunqi zo'ngtonglari o. Ey, o Amerikaning burunqi zo'ngtong degan o Gorbachev. Men boshini bilmaydigan odamga Rossiyaning tarixini so'zligimdan o'zining tarixini bilmaydigan odam. Ha, o'zingning ahmoqligini o'zingmi e'tirof qiladi ekansan bo'lmasa. Sana yana bir gap deb beray. Sen bu bilimni kimning ijod qilganligini bilamsan? Bilmaysan sen. Ha, o'sha bilimni qarasang deb qo'yay. Meningki 17-buvam şu Yusuf Hasacım degan odam bor, bizga tuqqan keladi o'sha odam mana. Shunami? Ha, men o'sha odam ijod qilganman, sen deb qo'yay. O'sha odam 2 oy ichida sen deb qo'yay, chala tekkan o'q deydigan bir 3 qismli romanni tutkizib o'tganman, sen deb qo'yay. Ha, bunda shu anada binoni davlat juriylarga bilan bo'lmaydi. Ha. Odamlar Shunaqa olimmi? Ha, men mushundaq olimninki, olim chiqqan millatdan sendek odam bilan mush yoqib kalvadik odamlarning chiqqanini bir tragediya demay, bo'lmaydimi bu? Na, zo'r tragediya bu. Seningdek og'ziga nemikasi jo'ylaydigan odamni komediya desak bo'ladi ekanda. Mana bizni tarix deysa. Nima? Tirik tarix deysa bizni. Tarix? Ha, tarix. Demak, vaqt o'tgan odamkansan-da. Ma'yat qarang, ey. Jug'rofiyaga tushundim shu gapni. Ha, jug'rofiyada vaqt o'tgan deydigan formula bormi? Voy, tova. To'g'ri qilish kerak bu matematikada kalvalar to'g'ri qilish kerak deydigan grammatika bor sanada. Adash, men qara, men sana nima desam bo'lardi? Biologiya fanlarida nima deyishni bilmaslik kalvalik deb qayd qilingan. Ha, fizik fanlarida nima deyishni bilmaslik sep o'zidan do'plik degan bo'lsa, adabiyot fanlarida nima deyishni bilmaslikka kalvalikni qo'shsa barobar 0 bo'ladi degan ishorat bor deb qo'yay. Manda shu bor. Andan keyin sen mana shunday bilimni bilimiga yetgan bichora. Mana shunda Yaqub Kalvaning 30 qarat bino chiqib danglab nima deyishini bilmay yurishar. Buni sababi nima? Dal bilimsizlik. Bundan 2 ming yil ilgari yashagan Tevfik Mantili Efendi degan astronom, sana deb qo'yay. Bu bilimsizlik, jonsizlik degan sana deb qo'yay. Yana-chi? Yana o'sha ataqli pedagog, ma'rifchi, shoir Sulton Buraxon muallim degan maqsada bilimni shamchiroqqa, okeanga, dengizga, ko'lga, cho'lga o'xshatdi. Dashlab berdi. Hech kim bilmaydi. Juriylarga bile bo'lmaydi. Voy, qanday qilay? Voy, men qanday qilay? Hey! Adash, u muallim degan naqshini Sulton Bug'roxon emas, va biz bilan bir zamondosh hozir yashayotgan Muxtar Bug'ro degan shoir yozgan. Mana shu tekstga bizning marhum kompozitorimiz Hekim Hasan musiqa ishlagan. Hey, qapaqlash.
Şu muhtar buğralarga sultonning taxallusi bizga. Ana sharam. Ya qapaklash bo'lg'achqa bir odamni ikki odamni keyin deb menda g'atni uyqusi yet. Menda binodagilar juraysa emasma bichara. Bo'ldi. Shimag'liydi o sana. Bo'ldi. Charchab ketdim adash, charchab ketdim. Bilimga oson emas, bunda charchishdi. Shundoq ekan. Bilim ish oson emas, Bo'ldi. Men bu sarang sening gapingni anglab turib ekan. Ey! Sen mana mushundaq Tatlıqı valaqlab, yerimçilek sudaki şalaqlab, üzemli bilimli közlümen deb zo'r qilib japa tatışı. Maqana baka. Qara, ko'z oldimizdagi amri ishni ko'raylik, men bu tug'ilgan kunni bilmaydigan bir qarqo'saqning binosini ko'rib ziyorat qildigan odam emas, men degan xel odamman. Ana bilim biladigan odamman. Adash, sen tatib qolasanmi-ki? Keyin ajadim nurg'un bilim bor deyman. Hayrat bilimni miskeda-ya. Aç binanı görüş bir arzuyum var de. Ben bir ziyaret qilib kelay. Maqamisi sen işin varsa. To'xta deme, to'xta. Ma kalvani shuncha to'sab ketmayapti-da. Ketib bordi, ma yoqib kalvalik birni tattamgan deyapti. To'xta, mening nishiramni bo'yab ketmasan, bir kun kalva olsam ishim bo'lmas. Kalva olib, mening nishiramni kelay. To'xta,